Hammangiz assalomu alaykum. Mashinam buzilib qolibdi, erim jo'natdilar, qarab bering. Ha, mashina ochib men olib kapotdilar. Tekshiramiz. Pul nimaga? Aka, iltimos mashinani 2 soat ishlab turing. Yuralarim bilan dachaga yetib olay. Mashina sop-to'saq, rahmat. Farqi bor bularga. Nima qilgan ekan o'zi mashinamizga? Xullas, mashinangizda 2 soat ishi bor. 2 soat? Amirlariga mana yog'lari oqib ketgan mashina polni akkuratni bir boshdan qarab chiqish kerak. Men ikki o'tiraman endi bu mashinada. Iloji yo'q, mos ko'chamiz. Bir kerak mashina. Ha, iloji yo'q. Hozir zakatli mashina olib qo'yganmiz. 2 soat ketadi, mashinangiz zo'r holatga ishlab, o'zim tekshirib beraman.